Nozima buvi qindan ajralmalar ko'payganda uy sharoitida o'ziga vaqtinchalik qanday bezarar yordam berish mumkin? Uy sharoitida faqatgina ahvolingizni yengillashtirishingiz mumkin. Asosiy qoida bu o'z-o'ziga tashxis qo'yish va o'z-o'zini davolashdan saqlanish. Natijada siz infeksiyaning alomatlarini niqoblab qo'yishingiz mumkin. Gigiyena qoidalariga rioya qilishingiz kerak. Buning uchun iliq suv yoki hidi yo'q intim gel vositalaridan foydalanishingiz kerak. Buni kuniga 1 yoki 2 marotaba oldindan orqaga yo'nalishda bajarish mumkin. Qin ichkarisiga oddiy sovunuvchi gellarni ishlatish natijasida uning terisidagi himoyalanish qismini yuvib tashlaydi. Natijada qin pH balansi buzilib ketadi. To'g'ri ich kiyim kiying. Paxtadan tikilgan ish kiyimlarni tavsiya qilaman. Issiqlik effektini yuzaga keltiradigan tor, sintetik materialdan qilingan ish kiyimlarni kiymang va tor jinsi shimlarni kiymaslikka harakat qiling. To'g'ri prokladkalardan foydalanishni o'rganing. Hidli prokladkalar ishlatmang. Hayz paytida har 3-4 soatda prokladkalaringizni almashtirishga harakat qiling. Nimalarni qilish qat'iyan man etiladi? Birinchi navbatda vaginal dush, romashka, tabiiy o'tlar, eritmalar bilan qin florasini yuvib tashlashdan ehtiyot bo'ling. Shifokor tavsiyasisiz antibiotik va antifungin dorilarini qabul qilmang. Noto'g'ri tanlangan dorilar bakteriyalarning qarshiligini oshirishi mumkin va natijada ular surunkali fazaga o'tishi mumkin. Xalq tabobatidan olingan o'tli, moyli, turli malhamlarni qin shilliq qavatiga ishlatishga harakat qilmang. Foydadan ko'ra zarar, ya'ni shish va kuyishlar yuzaga kelishi mumkin.